bu yer mozor bo'lgan oldin. Marhum o'zini mazkur ko'p qavatli uyning 10-qavatidan pastga otgan. Hozir uning qon izlarini ko'rishingiz mumkin. O er-xotini mojarosi tufayli o'ziga oson chorani ko'rib ketibdi. Bu joyda mozor bo'lganmi? Darakchuz yana Olmazor City'ga yetib keldi. Yodingizda bo'lsa kerak, avvalroq ayol 2 nafar farzandini 4-qavatdan, o'zini esa 8-qavatdan tashlab halok bo'lgan edi. Bugun o'sha hududda, ya'ni mazkur hududda yana o'sha voqea takrorlandi, faqat bu safar erkak o'zini 10-qavatdan tashlab halok bo'ldi. Darakchuz voqeani o'rganish maqsadida hududga yetib keldi va odamlarga mikrofon tutdi. Kecha soat shu 12 atroflarida birdan militsiya mashinasi bosdi. Shu 4-domni hamma yig'ilib ketdi. Keyin nima bo'ldi ekan deb borsak, o'sha bir erkak kishi tepadan tashlaveribdi. Bu yaxshi ish bo'lmadi. Nega deng, bu uy mojarosi, er-xotini mojarosi tufayli o'ziga oson chorani ko'rib ketibdi. Axir farzandlarni o'ylash kerak. Ayol kishi janjallashganda erkak kishi bilan ozgina past keladi-da. Iloji boricha ko'chaga chiqib ketadi erkak kishi. Chunki nimaga deganda erkak kishi uyi boshlig'i. Uyi boshlig'i bo'lgandan keyin ro'zg'or to'g'ri oson emas. Hozir juda qiyin sharoit. Axir iloji bor-ku, nechta ichla erkakligi, mana 40 hunar oz deshmaydi. 40 ta hunari qilsalar bo'lar edi, chora bor. Endi birovlar aytayapti qarzdan deyapti. Birovlar aytayapti shu xotinini gaplariga og'ir bo'lgani uchun qanaqadir o'zlari uchun shu o'limni chora qildilar. Lekin bu yaxshi ish emas. Ya'ni qaytarib aytaman, oilada mojaro bo'lsa, yo ayol chiqib ketish kerak, bola chaqasini olib aylanishga yoki erkak kishi chiqib ketish kerak. Shundan keyin fikr ravon bo'ladi. Axir aylanib kelgandan keyin butun ana shokda bo'ladimi, janjal shokida bo'ladimi, buni ko'chaga tashlab kelish kerak. Endi bunaqa janjaldan faqat o'lim chorasini qilish bu yaxshi ish emas. Voqea qanaqa sodir bo'ldi? Shu soat 3lar atrofida qo'shnimizga telefon qildilar. Balkondan qarang, kimdir o'zini yana tashlab yuboribdi dedilar. Chunki 17-chislo kuni ham shu holat bo'luvdi, yon qo'shnimiz edi. Ham ikkita bolali tashlab yuborishgan. Endi yana mana shu holat bo'libdi. 10-etajdan bitta erkak tashaldi deyildi. Hayron bo'ldik, pastga tushsak, odamlar nima yuzasidan, nima maqsadda tashlagan, uyda janjal bo'lgan, boshqa hech kim bilmaydi. Lekin bunaqa tashaversa, o'zini joniga qasd qilib, keyinchalik bizani bolalar ham travma bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Bu yaxshi holat emas-da. Bu voqeaga nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz? Shu joyda muqim yashaysiz? Именно mana shu Olmazor City'da постоянно shu holat bo'ladi. Chunki kelganimizdan beri bir 5 marta, 6 marta chiqdi-da shu. Shu tashlashlar bo'ldi, 5-6 marta tashlashlar bo'ldi. Bilmaymiz nimaga. Keyin ba'zi birovlarning gapiga qaraganda bu joyda mozor bo'lganmi, nimadir bo'lgan, shuni oqibatida bo'lyapti. Chunki bu tabiiy hol bo'lmaydi-da. Chunki tashalyapti, постоянно shu odam tashalyapti. Voqea bu yerda tashlagan aka mana bu domda turardilar. Oilaviy kelishmovchilik sababli o'zlarini nimadan yuqoridan tashlaganlar 10-etajdan. Bu yerda hozir gap so'z tarqalibdi, bu yer mozor bo'lgan oldin deb. Bu yer qurilmasidan oldin biz endi tiklanayotgan payt hali boshlamagandi qurilishni, shu paytda biz bu yerdan uy olishga kelgandik. Bu yer qabriston emas edi, bu yer bunaqa zavod edi bu yer. Hamma biladi bu yerda zavod edi bu yer. Menimcha shu u oldingi bo'lgan holat ham shu oilaviy kelishmovchiliklar sababli. U hech qanaqa bu yer qabriston yo unaqa nima emas. Bu yer zavod bo'lgan, bu yer ishlagan ishchilar, avtozavod bo'lgan, avtobuslar turadigan zavod bo'lgan bu yer. Oilaviy ahvoli qanaqa edi erkakning? Oilaviy ahvoli yaxshi. Farzandlari bor. Bitta qiz farzandni chiqargan, turmushga bergan, bitta o'g'il farzandi bor adashmasam. Ayollari institutga dars beradi. Qayergadir. O'zlari vaqtincha ishsiz edi. Nechinchi qavatdan tashlab yuborgan shunda? 10-qavatdan tashlab yuborgan. 5G'dan 10-qavatdan tashlab yuborgan o'zlarini. Shu oilaviy kelishmovchilik bor. 2-3 kundan buyon oilaviy kelishmovchilik bo'lib yurgan sababli o'zlari achchiq ustida tashlaganlar. Yana menimcha, men eshitishim bo'yicha spirtli ichimlik ham ozgina iste'mol qilgan bo'lganlar o'sha paytda. Kecha 1-oktyabr sanasida sodir bo'ldi. 1-oktyabr sanasi soat adashmasam shu obedlar edimi? To'shni vaqtini bilmayman shu paytlarda.
Manimcha buni oldini olish uchun avvalambor ish olib borish kerak. Damkomlar, uchastkovoylar, iloji boricha mana tinchlikni saqlovchi vazirlar, mahkam xizmat, xodim xizmatlari bor, to'g'rimi? Shularni ham jalb qilish kerak. Chunki har bir xonadonga kirib, har bir oilani bilib, mana qanaqa kamchiliklari bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, o'quvchisi qayerda o'qiydi, bolalar qaysi bir bog'chaga boradi, qaysi bir maktabga boradi, ta'minlab, masalan, mahalla jiqlarimizdagi ishchilarimiz olib boruvchi shirkat raislari, mana hamma narsa bor, sharoit bor. Borib ularga murojaat qilsa, shular ham yordam beradi axir. Bunga sabab shunda ishlamayotganligidan bo'lyapti deysizmi? Chunki yetishmovchilikdan sabab, oilada ro'zg'orga yetishmovchilik sababi, ko'chadan olib qo'yilgan qarzlar, oyliklarni bilmadim, endi ular qayerda ishlaganlar, oyliklarni vaqtida olmaganlari ham bo'lishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, hamma narsani chorasi bor. Mana farzandlari bor ekan, axir bular yetim qolaversa, qovursa, beva bo'lib ko'payaversa, bu nima keragi bor? Undan ko'ra chiqsinlar edi, men o'ylayman, katta odam ekanlar, yoshlari yo'q, kattaroq ekan. Axir u 40 dan oshgandan keyin ancha odam o'zini eplab qaraydi, to'g'rimi? Ro'zg'orga ham qaraydi, bola chaqani tarbiyasiga ham qaraydi, xotiniga ham yaxshi muomala qiladi. Janjal bilan ish bitmaydi. Menimcha ish faoliyatini birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib qilish kerak. Shunda jamiyatimizga tinchlik, xotirjamlik, har bir oilaga ravonlik, anaqa baraka keladi deb o'ylayman. Chunki oila tinch bo'lsa, yurtimiz tinch, osmonimiz tinch, hamma yoq tinch bo'ladi deb o'ylayman va bunaqa o'limlar kamayadi soni. Chunki oilada yetishmovchilikdan chiqadi. Lekin bu chora emas. O'shaning uchun men istardimki, har bir xonadonni oila a'zolari chorani boshqa yoqdan qidirsin. Faqatgina o'lim sababi bilan, o'lim bilan osongina ketishmasa, u dunyoda ham javob berish kerak axir. Bu dunyoda bermasa, bu oila mana hozir yana bir oila boquvchisiz qolib ketdi. Otasiz qolib ketdi. Bu yaxshi emasdi. Chunki fojiadan keyin mana biz ham qo'rqib qoldik yashashga, to'g'risini aytsam. Chunki bunaqa narsalar ko'p sodir bo'layotgani uchun iltimos qilardimki, yosh katta oilalar, yosh oilalar janjalli oqibati faqat o'lim bilan emas, chora bor. Agarda ular mana mashinadan chiqib keta olmayotgan bo'lsa, nasihat beruvchi insonlar ham bor. Yosh kattalarga uchrasin. Ular to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Chunki ular ancha-muncha qiyinchilikni ko'rib o'tgan. Mana biz ham qiyinchilikni ko'rib o'tganmiz, lekin bunaqa chora izlamaganmiz. Hamma narsaga sabr kerak. Sabr qilgan inson rohatini ham ko'radi. Darakchuz holat yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovga bog'landi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, erkak o'zini 10-qavatdan tashlab yuborgani tasdiqlandi. Hozirda ushbu voqea yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Natijasi haqida qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Xulosa qilib aytganda, inson yashashni tanlamadi. Biz esa har galgidek so'nggi qadamdan keyin so'zlayapmiz. Bizning jamiyatda ko'p hollarda ayollar o'zining holatini, ichidan kechayotgan kechinmalarni, alamini, og'rig'ini gapira olmasligini ko'p ta'kidlaymiz. Ammo mana bugungi holatda erkaklar ham ushbu muammolarga uchrab turishini yana bir bor isbotladi. O'zini tashlash bu faqat jasadning parvozi emas, bu ruhning og'ir sukut bilan dunyodan ketishi. Bunday holatda jamiyat faqat nega degan savolga javob izlamasligi kerak. Qachon, qayerda, qanday yuz berdi degan rasmiy so'zlar ortida yana bir insonning yechilmagan muammosi, eshitilmagan fig'oni, tushunilmagan ruhi yotadi. Qonun voqeani tekshiradi, biz esa sababini, chunki odamlar osmondan tushmaydi, ular umiddan qulaydi.